Selamünaleyküm, hürmetli yurttaşlar. Bir Xudo xolasa 10 noyabr sanasına göre sizin mağaranıza bakıp durgan öküz kaçara bilen kıskaça video işimiz. Kanalda yangi bolsanız abone olmayı unutmayın. Xudo xolasa sizlere menfaatli bolgan yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. Bir like basıp videonun o'zingizga tanishtirib yuborib qo'yasizlar. Xudo xolasa to'ychilarimiz uchun ham assortimentim ko'p. Baha maksimal derecede arzon. Videonun oxirida görüşürüz etamiz. Tak dostlar, harmanlar. Çok vaqt bo'ldi uyda bakıp turgan mallarni obzor etmedik. Şu bugun Xudo xolasa uyda bakıp turgan mallardan so'ng ertaga dükanımıza so'rayacak mallarimizni bir qator tushirib o'tamiz. Meni sifat gigant qaçarlarim bor yine. Ertaga Xudo xolasa yine sifat dükkanı soyamiz. Doğman qaçar yine. Encen tenda bakın. Toyçalara toya göç gerek bolsa bemalol aloqa chiqarsa, doğman kaçar, bir doğan kaçar. Hemesinden bak Xudo xolasa ertaga sifatni go'shtini yeyman dedi olay. Ertaga dükkanımıza kelarsa Xudo xolasa doğman kaçar. Kilasına tushunadi odam bolsa kommentariy yozib o'tsangizlar. Tapqana 1 kilo priz bor. So'ng bu yanda öküzümüz bor. Buram Xudo xolasa dükkana soyamiz deb turibmiz. Yine bu oyunda. Üstüne qarang. Başlaqlarda yine. Laqqalaqana umuman gap yo'q. O'zim kichkina mol emas. Yine eldik yine bir turga payçalana qara. Mal Xudo xolasa dükkanımızda 95 ming so'm so'radi. Va bir doğan kaçar. Uyda bakıp turgan. Kim kaçarına büyünek geldik. Bam bir doğan. Toyçalara kıskası göç gerek bolsa bemalol aloqa chiqarsa qo'rqmang. Assortiment dim ko'p. Endi bu so'ngina akşam mal bozordan kelgan qara qacha tug'magan. Egasi bilan uzoq tartishildi. 21 million so'm turibdi. Doğman kaçar bam. Toyçalar aloqa chiqsa bemalol so'yib qo'yaveramiz. Muammosi yo'q. Bam 220-230 kg mal. Birdan bayına bakıp duran mallarımız taxlasa aloqa chiqarsa malni sortimenti dim ko'p. Yemliyi bichib turibdi, hammasi sifatli pisandli mallar. Bu mallar mena 220-230 kg. İkisi bir-birini qo'yini bakmaydi Xudo xolasa. Semiz bor. İkican bayına. Hammasi sifatli Xudo xolasa. Dükkanımızda şu 95 ming so'mma chiroyli yine qaçarmi öküzdan so'yib beramiz. Bemalol aloqa chiqarsa kanalda yangi bo'lsangiz abone bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'lgan videoni chiqarishda davom etamiz. Videomuz qisqacha bo'ldi. Xudo xolasa ertaga so'rayacak malimizni go'shtini ham bir qator qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa ajoyib sifatli go'sht yeyman dedi ollar. Bir like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar.